Salom Jobbox obunachilari, va'da berganimdek bugun sizlar bilan game test o'tkazamiz. Demak, game testimizda bugun Redmi'ning eng oxirgi taqdim etilgan lineykasi, ya'ni Redmi Note 15 Pro Plus da o'tkazamiz. Bu Redmi Note 15 Pro Plus taqdim etilganlarning ichida eng kuchlisi, eng zo'ri hisoblanadi. Xo'sh, ko'ramiz, bu eng zo'ri bizga qanaqa natija berar ekan, qanaqa muammolarga uchraymiz, qanaqa ustunlik taraf bor, buni birgalikda bilib olamiz. Game testda eng kuchli, populyarniy va ko'p o'ynaladigan o'yinlarda o'tkazamiz. Bular PUBG Mobile, Mobile Legends, eng kuchli grafikaga ega bo'lgan Genshin Impact hamda Call of Duty da tekshirib ko'ramiz. O'yin davomida biz FPS ni real vaqtda ko'rib, real vaqtda tushayotgani, chiqayotganini birgalikda bilib olamiz. Temperaturani tekshiramiz. Qani temperatura qanchalik oshyapti o'yin davomida? Qizish jarayoni bormi, yo'qmi? Hamda akkumulyatorimiz qancha vaqt yetib beryapti bitta o'yinda. Mana shularni tekshiramiz. To'g'risini aytganda akkumulyator bo'yicha umuman shubham yo'q bunda. Chunki bunda 6,5 ming mAh ga teng bo'lgan kremniy uglevodniy akkumulyator o'rnatilgan. Juda ham ko'p vaqt o'ynashga yetib berishi aniq. Faqat eng qiziq bo'layotgani necha FPS beradi. Bu FPS stabil ushlab turadimi, yo'qmi? Hamda o'ynash jarayonida qizish qanchalik bo'ladi va temperatura nechaga chiqadi? Mana shuni bilib olamiz. Demak, FPS hamda temperaturani tekshirish uchun maxsus ilova yozganman. Bu ilovani to'g'risini aytganda umuman topa olmaysiz. Oldi qochdi ilovalar emas, real vaqtda o'zida ko'rsatib turadi. Bu ilovani qanaqa qilib o'rnatish mumkin yoki qayerdan topish mumkinligini bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoni ostida sizlar o'rnatmoqchiman deb yozinglar va qaysi smartfonga o'rnatmoqchisizlar, qaysi o'yinda test qilmoqchisizlar, o'shani yozib ketsanglar zo'r bo'lgan bo'ladi. Ha, aytgancha like bosishni unutmanglar. Hozircha 26 mingta bo'lmasa, agarda 32 mingdan oshadigan bo'lsak, men maxsus video qilib chiqaraman. Ilovani topish, o'rnatish va ishga tushirish bo'yicha. To'g'risini aytsam, ilova juda ham zo'r, to'chni ishlaydi. Umuman afsuslanmaysizlar yozib olsanglar. Biz esa hozir o'sha ilova orqali mana shu smartfonni yaxshilab game testdan o'tkazamiz. Qani ketdik. Xo'sh, mana PUBG o'yiniga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek 60 bizga hozir FPS beryapti. Mana bu yerda esa graduslar. Birinchisi batareyaning gradusi 21 gradusda turibdi hozircha. Batareyamiz 100%. Ikkinchisi protsessorning temperaturasi, uchinchisi bo'lsa bu grafitskiy protsessorning temperaturasi. Hozir protsessorimiz 28 gradusda turibdi, batareykamiz 21 gradusda. Xo'sh, nastroykalarga kiradigan bo'lsak, mana qarang, FPS o'ynayapti. Demak, buni rostdan ham ishlashini ko'rish uchun misol mana pastiga tushirib qo'yaman. Mana 25-22 FPS ga o'tdi. Mana qotishini o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Demak, uni maksimal nastroykaga qo'yamiz. Mana maksimalga qo'ydik. Mana FPS hozir ko'tarilishi boshlaydi. Mana 60 ga ko'tarilib oldi. Mana bu rostdan ham o'zini FPS ni o'lchaydi. Demak, ana endi testni boshlaymiz. Hop, kiradigan bo'lsak, o'yin davomida ham hozir testni ko'rib ketamiz. Demak, FPS polni test qilishni men yoqib qo'ydim. O'zi avtomatik yozib, oxirida men sizga natijasini ko'rsataman. Hozircha 60 FPS beryapti o'yin davomida. Xo'sh, men grafikaga kirsak, hozir men mana plavnida chastota kadrda Extreme ga qo'yib qo'ydim. Extreme da demak 60 FPS da o'ynasak bo'lar ekan. Maksimumga qo'ysam ham bo'ladi. Maksimum ultra hozircha yo'q ekan. Bu yo'q. Demak, PUBG ni 60 FPS da mazza qilib o'ynasak bo'lar ekan. Demak, o'yin davomida ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Boshlaganimizda batareykaniki 21 da, protsessorniki 28 gradusida. Demak, bitta o'yin o'ynayman, natijani oxirida men sizga ko'rsataman. Hozirda bizga 60 FPS bermoqda. Hali ham o'ynash jarayonidamiz. Mana FPS stabil 60 beryapti. 37 gradusga chiqdi. Protsessorimiz, batareykamiz hali 26 gradus, qizigani yo'q. Ham o'ynash jarayonidamiz.
Anokda o'ynab ko'ramiz. Hali ham stabilniy 60 FPS beryapti. Protsessor 39 gradusgacha qizidi. Rostdan ishlashini ko'rsanglar bo'ladi. Mana FPS o'ynab turibdi mana. Bu Sanok kartaga hozir sketchat qilib endi kirdim. Shuning uchun FPS o'ynashi bu yaxshi, normal holat. Faqat o'zimiznikiga tushdi hozircha. Boshlandi. Yap yo'ligan jonni chaqib qo'ydi. Yaxshi oldik bularni. Afsuski o'lib qoldik. Lekin mayli. Demak, FPS bo'yicha natijalarni ko'radigan bo'lsak, ko'rsanglar maksimum 61 ga, o'rtacha 58 FPS berib turdi deyapti. Bu juda ham yaxshi. Xo'sh, temperatura ko'radigan bo'lsangiz, batareykada 26, protsessorda 37, 38 gacha chiqib ketdi. Lekin qo'lga umuman issiqligi bilingani yo'q. Xo'sh, batareyka zo'r ushlab berdi. Mana bu FPS bo'yicha ma'lumotlar. Buni skrinshotini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Bitta qilib aytganda 60 FPS stabil berib o'ynab turdi. Mana Mobile Legends o'yiniga ham kirib oldik. Ko'rib turganingizdek 120 FPS beryapti. Bu yerda ham sizlarga tekshirib ko'rsataman. Mana nastroykasiga kirib interfeysga o'tadigan bo'lsak va pastroq tushiramiz. Yo'q, mana основныйda mana bu yoqda ko'radigan bo'lsangiz, высокая частота kadr ultrada turibdi. Demak, bizga 120 FPS beryapti. Buni tushiraman mana. Misol uchun tushiradigan bo'lsam, FPS tushib boshlaydi. Mana 60 ga tushdi. 60 ga qo'ydim. Mana superga qo'yadigan bo'lsam 90 larga chiqish kerak. Mana 90 ga chiqib qoldi. Ko'rdinglarmi? Bu realniy ishlaydigan FPS. Men maksimalniyni qo'yib turib, mana ultralarni qo'yib turib tekshiramiz. Hammasi mana eng kattasida. Faqat standart qo'yib qo'ydim razresheniyani. Full HD emas, mayli Full HD qo'yib o'ynaymiz. Demak 120 FPS. Xo'sh, o'yinni boshlaydigan bo'lsak, demak, bizada mana bu yerda ko'rsatib turibdi 24.9 gradus, 25 gradus batareyka, 34 gradus protsessor, 32 gradus grafический protsessor hozir bizda ishlayapti. Buni o'ynab ko'ramiz. Bu juda ham og'ir o'yin emas, shuning uchun 120 FPS bemalol beradi, lekin o'yin jarayonida effektlar juda ham ko'p. Mana shularni ko'tara oladimi va stabil FPS beradimi, yo'qmi? Hozir ko'rib olamiz. Demak, natijani ko'radigan bo'lsak, Mobile Legends 121, demak 120, o'rtacha 116 gacha tushgan. Ko'rib turibmiz, 26.8 gradus temperatura beryapti. FPS stabil 120, 116, 120 orasida bo'lgan. Mana FPS tushgan joylari, lekin 120 stabil berib kelgan. Bu yerda tushgani oxirida o'yin tugagandan keyin chiqqan jarayonlarida. Mana ko'rib turibsizlar. Demak, bu yoqda yana qo'shimcha narsalari. Mana lekin bu o'yin juda ham og'ir emas, yengil. 120 FPS berdi. Tak, Genshin Impactga kirib oldik. Ko'radigan bo'lsak, качество grafika среднийda turibdi, maksimalniga. Нагрузка слишком высокая. Tak, nagruzka katta bo'ladi otda. Chastotani bosadigan bo'lsak, 60 ga qo'ysang bo'ladi otda, lekin mana 45 gacha chiqdi, 60 ga chiqyapti. O'yin davomida buni yana bilib olamiz. Demak, grafikani maksimalligiga qo'ydik. Tak, maksimumga qo'ydik. Demak, maksimumda 30 kadr sekundda o'ynasa bo'lar ekan. 60 ga qo'yadigan bo'lsak, xo'sh, mana 60 ga qo'yadigan bo'lsak, пользовательский bo'ldi. Ana endi o'ynab ko'ramiz. Demak, sifatini, grafikani sifatini pasaytirdi, lekin bizga FPS ko'tarib berdi. Agar grafikani maksimalniy qiladigan bo'lsak, FPS 30 ga tushirishimizga to'g'ri kelar ekan. Demak, Genshin Impactni biza
maksimal grafikada 30 fps da bemalol o'ynasak bo'lar ekan. Demak, mana maksimalniga qo'yganimiz bilan baribir 30-32 fps ko'rsatyapti bizga. Endi bunda 60 fps o'ynay olmasligimiz aniqroq edi. Lekin yaxshi nastroykalarda 30 fps da bemalol o'ynasak bo'lar ekan. Xo'sh, protsessor ko'radigan bo'lsak 52 gradusga chiqdi. Ha, grafika katta bo'lgani uchun qizishlar bo'lyapti bu yerda. Lekin stabilni 30 fps ko'rsatyapti. Tak, personaj. Lekin grafikasi juda ham zo'r o'yin ekan. Demak, ko'radigan bo'lsak, Genshin Impactda bizga maksimum 55 fps berdi deyapti, lekin 55 faqatgina kadrdagi videochalar qo'yib berganda 55 berdi. Lekin o'yin jarayonida bizda o'rtacha 24 fps deb ko'rsatib ko'rganmiz, 30 fps beryapti. Temperatura yaxshigina ko'tarilib tushdi. Mana ko'radigan bo'lsak, mana fps o'ynagan, mana bunaqasiga mana video ko'rgan joylarimiz, lekin stabilni mana bu yerda 30 fps da turgan ko'rasizlar. Temperatura ham 38-40 gradusda bo'lgan. Mana bu esa o'yindan chiqib ketgandagi holatimiz. Mana ko'radigan bo'lsak, mana shunday rezultatlarga ega Genshin Impact. Bitta qilib aytganda, maksimal grafikaga ega bo'lgan o'yinni biz bemalol 30 fps da o'ynasak bo'lar ekan bu smartfonda. Demak, Call of Duty ga ham kirib oldik. Ana endi nastroykalardan ko'ramiz. Качество grafiki очень высокий turibdi, eng maksimalnisi. Hamda число кадров в секунду fps maksimumda turibdi. Eng kattasida mana ultraga qo'yadigan bo'lsak, mana bu niskiga o'tib qoladi. Demak, kadr eng maksimalniga qo'yamiz, maksimumda o'ynaymiz. Demak, bizga 30 ko'rsatyapti. 30 fps. Xo'sh, o'yin davomida hozir ko'ramiz necha fps berar ekan. Lekin hozircha 30 da ko'rsatib turibdi. Xo'sh, buni yanada kuchaytirsa bo'ladimi? Demak, kerakli yana ko'ramiz. Ozgina kачествоni pasaytirib turib, lekin chastotani ko'tarishga harakat qilamiz. Bunaqa qilsak ham baribir maksimum 60. Demak, Call of Duty da biz 60 fps da bemalol o'ynayar ekanmiz. Demak, grafikani ko'radigan bo'lsak, Call of Duty ni biz 60 fps da bemalol o'ynaymiz, o'rtacha 52 fps gacha tushibdi. Xo'sh, mana ko'radigan bo'lsak, fps tushgan joylari bu zagruzka bo'lgan joylari. Bizga stabil 60 fps bergan. Ozgina mana pastga tushgan joylari ham bo'pti. Mana bunda o'sha ko'rganinglardek 30 fps ga tushgan joylari ham bo'pti. Mana o'yin boshida kirganimizda 30 fps da zagruzka qilib o'yinga kirganimizda 60 ga chiqib oldi, hamda 60 fps da o'ynadik. Qolgan tafsilotlar mana. Qaysi joyda nima bo'lganlari, protsessorniki, grafik protsessorniki bala bo'lganini ko'rsatib beradi. Temperaturaga keladigan bo'lsak, 29 gradus. Mana 4 ta o'yinni 2,5 soatdan uzoqroq o'ynadim. Shu borada 100% da quvvatimiz, lekin hozir mana 77 ga keldi. Atiga 23% gina quvvatimiz ketdi. 2 soatga mana aytganimdek juda ham ko'p vaqt bu anaqada o'ynasa bo'ladi. Natijani mana o'zingizlar ko'rdinglar. Game testni ham o'tkazib oldik. Xulosaga keladigan bo'lsak, bu smartfon o'yinda juda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Qaysi taraflama yaxshi ko'rsatdi? Birinchi o'rinda akkumulyatori. 2 soat o'yin o'ynagan bo'lsam ham, atiga 23% gina o'zini quvvatini yo'qotdi. Bu 6,5 ming mAh ga teng bo'lgani uchun sizga juda ham ko'p o'yin o'ynashingizga yordam beradi. Bundan tashqari, o'yin o'ynaydiganlar uchun akkumulyator juda ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni ko'proq vaqt o'yin o'ynashga xizmat qilib beradi. Ikkinchi o'rinda ekrani kattaligi juda ham yaxshi. O'yin davomida avzorlarni yaxshigina his qilasiz, qo'llaringiz sizga xalaqit bermaydi hamda 120 Hzligi yangilanish chastotasi bu tezroq reaksiya berishingizga yordam beradi hamda silliqlikni ta'minlaydi. FPS ga keladigan bo'lsak, o'yinlarda stabillikni umuman yo'qotgani yo'q. PUBG Mobile'da 60 FPS, Mobile Legends'da 120 FPS, Genshin'da 30 FPS, chunki unda grafika juda ham katta, lekin shundoq bo'lsa ham 30 juda ham yaxshi bu smartfonga va Call of Duty'da ham 60 FPS ko'rsatib turdi. To'g'risini aytganda 120 FPS beradigan smartfonlar juda ham qimmat turadi, keyin ular stabil sizga 120 FPS baribir bera olmaydi. Qaysidir joylarda qizishlar bo'lgandan keyin baribir FPS tashiydi.
Bu smartfon o'zini segmentida, narx segmenti bo'yicha eng zo'ri hozirgi vaqtda desa ham bo'ladi. Bundan tashqari smartfon o'yinlar bilan chegaralanib qolmagan, kamerasi ham juda ham zo'r, 200 megapiksel, korpusi, tashqi uddarligi juda ham mustahkam, suv o'tmaydi, IP69 himoyasiga ega. Hozirgi 2026-yilda eng aktual va eng hamyonbop smartfon mana shu bo'lib turibdi. Olsangiz umuman afsuslanmaysiz. Xo'sh, bu smartfonni qayerdan olsam bo'ladi deysizmi? Albatta, Joybox do'konlarida. Marhamat, tashrif buyuring, hamyonbop narxlarda bu smartfonni xarid qiling. Agarda pulim yetmaydi deydigan bo'lsangiz, sizga 24 oylik muddatli to'lov asosida ham sotib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Game test bo'yicha obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni do'stlaringizga yuborib qo'ying, ular ham ko'rib, o'z fikrini kommentlarda yozib qoldirishsin. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha